Diqqat, sportchilar va ularning ota-onalari. Karatechining Q darajasini belgilaydigan diplomni qo'lga kiritdingizmi? Lekin uning haqiqiy yoki haqiqiy emasligini tekshirib ko'rdingizmi? Hozir men sizga o'rgataman. Demak, qo'limda karatechining Q darajasini belgilaydigan O'zbekiston VKF assotsiatsiyasi tomonidan taqdim etilgan maxsus diplom. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, diplomning ost qismida assotsiatsiya raisining imzosi o'rnida QR kod turibdi. Siz mobil telefoningizning kamerasini, internetingizni yoqqan holatda aynan mana shu QR kodga yo'naltirasiz. Va hozir siz ekranda ko'rib turganingizdek, QR kod sizni Karate VKF assotsiatsiyasining maxsus saytiga olib kiradi. E'tibor bering, ba'zi soxta diplomlarda QR kod xuddi originaldek bo'lishi mumkin va kamera yo'naltirganingizda qandaydir soxta saytga kirib, xuddi shu diplomni sizga ko'rsatishi mumkin. Ana shunda ham aldanib qolmaslik uchun siz yaxshilab saytning nomini eslab qoling. Yana bir gap. Ota-onalar farzandi uchun Q darajasini belgilovchi diplomni katta pul sarflab qo'lga kiritadi. To'g'ri, bolangiz uchun hech nimani ayamaysiz. Lekin diplomning asl narxi siz xarid qilayotgandan ancha arzonligini ham unutmang.